Ushbu video Stevejon tarjima kanali tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Video boshlashdan oldin avval like va obuna bo'lishni unutmang. Men do'stim Takerga har bir qazib olingan olmos uchun $1000 berishga so'z berdim. Har bir qatlamdan qiyinlashib boradi va oldinga o'tganing sari hammasi qiyinlashib boraveradi. Bu qancha davom etishi mumkin? Juda ko'p vaqt va men videorolikni tugatganimcha xohlagancha qazishing mumkin bo'ladi. Yo-mayo. Va seni kirgan hech qachon sinmaydi. Mana shu narsa menga yoqdi. Va shunga qo'shib dinamitli tennis o'yinini qani olib boramiz. Bolakaylar, agar dinamit sizning tarafingizda bo'lsa, portlashga yaqin hisoblanadi. Kim tirik qoladigan bo'lsa, u jamoaga $2000 beraman. Qani olg'a? Qani boshladik. Qani sen boshlay qol sen. Men unutib yordim. Yo xudoyim, u bu yerda. $2000 yutib olishingiz mumkin va yashil jamoa oldinda. Seniki. Mana shunday. Yo xudoyim. Mana shunday. Qani otamiz. Ha, yaxshi. O'tkazib yubordim men aybim. Apollodan o'tib ketdi. Ha. Yo'q. Yaxshi. Qani birgalikda. Ikkitalik otish va ular yashil jamoaga yetib olishyapti. Bu ikkitalik otishmi? Yaxshi, unda birga qaytaramiz. Jin ursin, ochkolar hammada bir xil. To'g'risini aytsam, Zak sen zo'rsan. Xo'p, yaxshi. Jin ursin. Ha. Mening 3 yillik tennis o'ynaganim hammasi osmonga. Tennis bo'yicha aldasang bo'laverar edi. Yo'q. Qani bo'la qol. Sening yordaming kerak. Yaxshi, ularga jo'natamiz. Yo'q. Yo'q, u yonayapti. Bu nimani anglatadi? Demak, yashillar yarim yo'lni bosib o'tishibdi. Biz yutqizayapmiz. Ular ancha oldinga o'tib ketishgan edi. Bomba hali ham ularda. Ha, yo'q. Men o'zim. Birozgina yetmayapti. Zak qanday ajoyib bo'lasan-a? Молодец. Tarixdagi eng ajoyib o'yinlardan biri. Qani oxirgisi? Bolakaylar, xayr. Ha, bolakay. Yo'q. Ha. O'yinlarimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, Discordimizga o'tib, yangiliklarni kuzatib boring. Sword, Duke va Chief. Sizlarda $1000 bor va ularni saqlab qolishingiz kerak. Buning uchun mana bu ko'prikdan sog'-omon o'tishingiz kerak. Xato platforma sizlardan $250 oladi. Kim o'ta olsa, pullarni qo'lga kiritadi. Tayyormisizlar? Ha. Yaxshi, ajoyib. Kim birinchi bo'lib o'tadi? Duke, qani bo'la qol. To'xtanglar. Qani Duke, bo'la qol. Bu yaxshi qaror bo'lmadi. Xo'sh, men ham sakrayman. Wow! Duke hozirdan pullarini yo'qotdi. Hozirdan kamayib boradi. Ha. Yana bir bor. Qani bo'la qol, balkim tenglashib olarmiz. Bilmadim, Duke, bilmadim. Duke, o'ylab ko'r. Sen gertsik yoki qahramon bo'lmoqchimisan? Yo'q, menimcha bu befoyda. Yana bitta qadam kerak. Sen buni qila olasan. Yaxshi. Ular nima hazillashyaptimi? Mayli, men boshqa. Mayli. Nima? Aql bovar qilmaydi. Mana shunday. Ikkalangiz ham kam pulga endi o'ynashingizga to'g'ri keladi. Mayli, endi sen yurishing kerak endi. Mayli, men shunchaki yugurib sovrinni qo'lga kiritaman, bo'ldi. Yaxshi. Hop. Yaxshi ketmayapti. Qanaqasiga 4 marta adashish mumkin? Bu juda ham ajoyib. Bolalar, bu ketishda biz pul ola olmaymiz. Birinchi bo'lib Duke bizni boshqa tomonga yetakladi. Xo'sh, Duke, endi biz qayerga borishimiz kerak? Men chap deb o'ylayapman, shuning uchun o'ngga. Sendan keyin Duke. Bu safar endi o'xshash kerak, qani? Yo'q. Rostdanmi? Bu nima atayin qilinyaptimi? Janursin. Endi kimdir borish kerak. Kim borishidan qat'iy nazar, baribir ham xato joyni tanlashingiz aniq. Duke'da bitta jon bor. Uni o'rniga biz nimadir qilishimiz kerak. Men boraman. Men bu ideyani tushundim. Bu yerda 3 ta yashil, nargi tomonda esa qizil. Shuning uchun bu yerga. Ajoyib, sheyx. 6-urinishdan keyin va nihoyat buni topdingiz. Biz hali birgamiz. Jamoaviy ishlashimiz kerak. O'ylashimcha men sakrab ko'raman, qani. Ha, yo xudoyim, men millionerman. Qani, yana shunday, молодец. Qani, yaxshi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Svort. Yo'q, seni navbating. Men sakradim hozir. Bro, senda pul ko'proq $750. Bro, bo'la qolsang-chi. Ha, sakray qol, bo'la qol. Sakrayapman. Yo'q, menimcha biz hech qancha bilan uyga qaytsak Bu kerak. yer muhim emas. Men boraman, qaranglar.
Zo'r, ha, zo'r. Juk chiqib ketishi mumkin edi. To'xta, Juk, seni omading kelyapti. Bu juda ham Sen ajoyib. haqsan, mana bu. Wow! Jin Qoyil maqom. Mana bu. Juk, bu hozir juda ham nima yaxshi. bo'ldi? Hozircha Jukni omadi kelyapti. Yana bir bor sinab Bro, ko'ramizmi? sen 3tasini topding, biz hali hech qaysini topganimiz yo'q. Yo'q. Bro, shunchaki bo'ldi xolos. Janursan, bu bola juda ham ajoyibda. Juk hozir 4tadan 4tasini topa oldi. 5-sini qilamizmi? Bitta yurakdami? Yo'q. Endi sizlar sakrashingiz kerak. Bro, sen nima qilishni yaxshi bilar ekansan. Ha, sen haqsan. Yo'q, xudoyim qanaqasiga? Juk 5-sini ham topa oldi. Bu bolaga har bir sentni berish kerak. Ha, bu bola psix. Yana bir marta. Oy. Yo'q. Endi do'stlar, sizlar qadam bosishingiz kerak. Va hozir sizlar sizlar. Yo'q. O'ylashimcha Tayber qo'shishimiz kerak. Nima? Oxirgacha borish uchun sizlarda 60 sekund. Omad. Bizni 4ta urinishimiz bor. Qani olg'a. Men ketyapman. Yo'q. Endi sen sakrashing kerak. Yaxshi, hozir. Bro, biz juda ham rasvo o'ynayapmiz, bilasanmi? Jinursin, sizlarda bitta yurakdan. Men boryapman, bizni vaqtimiz yo'q. Yo'q, xudoyim. Ajoyib. Bolalar, sizda 15 sekund. Oxirgisi chap tarafda bo'lishi kerak. Olg'a. Yo'q! Bu esa yutuqni Sword oladi degani. Hech narsani ola olmayman, hamma narsani yutqizib bo'ldim, lekin buni qildim. Yolg'on. Senda $250 bor. Buning uchun do'stlarni sotish kifoya. Bilasanmi? Menga farqi yo'q. Ha, bundan kamini sen ola olmas eding ham. Men xuddi Karlni minyoniga o'xshayman. Mayli, lekin menda $1000 bor. Men yana bir olishga harakat qilar edim. Menimcha aldashyaptimi bilmadim, lekin men albatta harakat qilib ko'rishim kerak. Bu yerda nimadir bor ekanmi? Yo'q! Ikkinchisi, qani menga kel. Yo'q, xudoyim, $2000. Davom ettirishimiz kerak. Bu yerga qancha qo'yishganimiz bo'lishi mumkin? 6 ta yoki 7 tami? Men 5 ta pastga qazib ko'raman. Qani 1, 2, 3, 4, 5 va 1, 2, 3, 4, 5. Bu $3000. Taker, senda $3000 va men hali ko'pini yozganim ham yo'q. Vaqt bor. Va kam ham emas. Men toshga yaqinlashdim, hech narsa bo'lmasligi kerak. Taker, men senga bir narsani ko'rsataman. Wow! Agar sen knopkaga bosadigan bo'lsang, barcha bedrocklar yo'qoladi va tepangdagi barcha bloklar ham yo'qoladi. Agar tepadagi barcha olmoslarni topganman deb o'ylasang, bosishing mumkin. Agar topmagan bo'lsang, yo'q. Men biror narsani portlatmoqchi edim xolos. Sen $3000 ni hozirgina yo'qotding. To'g'risini aytsam, menga skalkali toshlar umuman yoqmadi xolos. Xo'sh, endi qiyinlashib boradi. Agar o'ladigan bo'lsang, sen bor almaslaringni yo'qotishing mumkin. Men Minecraftda yomonman deb o'ylamayman. Unda omad. Rahmat, Karl. Demak, bu ajoyib videoyimizni birinchi qismi edi. Agar sizlarga yoqadigan bo'lsa, albatta buni davomini oxirigacha chiqarib qo'yaman. Shuning uchun obuna, like bo'lishni, ya'ni bosishni unutmaymiz va buni albatta bajarib qo'yamiz. Sizlar bilan esa Steve Jon tarjima bo'ldi.